biza efir qilib o'tirsak to'g'ri kelmaydi. Soat 10larda bo'lsa kerak, uxlab qolibman bilan. Chiqandan gaping yo'qmi? Ha? Chiqandan gaping yo'qmi? Sizgami? Bop. Nima gap? Keyin aytaman. Hozir ayt. Keyin aytay. Hozir ayt. Ay, Joniston. Onaning kimlar yarashib qolsa nima qilsamikin ha? O'zim proyektlarni katta qilib qo'ydim. Endi 2-3 kun kutib turayotgan bo'ldi. Oyda oxiri banglatamiz. O'tib ketadi, ko'zim ochib yumguncha. 3 kun. 3 kunlar xuyna. 3 kun sen qiynalmasang bo'ldi, men kutib turaveraman. Bo'lay, qo'shiq aytib chiqmasang bo'lmaydi ertaga. 3 kun qiynaydi hijron. 3 kun qiynaydi sog'inchim. Shu qo'shiq bo'laydi-ku yoshligimizda. Deyman seni ko'rmog'ilanjin. Bu qo'shiqni aytib chiq. Erta o'sha qo'shiq aytib chiqmasang bo'ldi. Bo'ldi, bo'lmasam ishlaringni qilib, battle-matllaringni o'ynab, ana o'qilovchi biletlardan, boya narsalardan xijolat bo'lyapman. U birinchi samni glavniy baribir oila, baribir bola chaqa. Erta hozir kelaman deb o'tiribsan. Erta kelganingdan keyin bolang yoqda mazasi bo'lmay o'tsa, sen qanday bu yoqda yurasan, qanday hayoling bu yoqda bo'lar? Baribir bolang tinchlik bo'lmasa, yaxshi bo'lmasa, sog'lik bo'lmasa, bu yoqda yurganday bo'lmaysan. Shuning uchun birinchi o'rinda oilangni joyiga qo'y. Hamma narsalaringni cho'tki qilib, ishlaringni bitkazib, keyin libopayt bo'ldi, bo'shadim desang, o'sha kunni o'ziga birdan sirasi bilet tashlab yuboraman. Shu. Xo'p. Uni ustidan xijolat bo'lyapman. Xo'p. Oilangga, bolangga qara, sog'ligiga qara, doktorga ko'rsat. Tezroq yaxshi qilib olgin. Men libopayt davay bo'ldi, gatovman desang, shu kunni o'zida uchirib olib kelaman. Davay, mayli. Yaxshi bo'ling. Yaxshi borib keling. Bo'pti, davay. Xo'p.